ko'rdim. 1 yilgacha sizlarni nazorat Bir yil qilib kuzatdim. Oxiri o'zingizga chiqdi. O'zini sarfidan tashqari. Endi mana ko'rdik, kelib hozir 1400 kilovat atrofida yozib qo'yibdi. 10 kun ichida. 10 kun ishlaganiga bir hafta 10 kun bo'ldi, уже pulim muzlagan. Shu mutaxassislar tavsiya qilargan bo'lardim men. Yani yaxshi narsa ekan. Mana xodimlaringiz siz tufayli shunchalik o'rnatildi, xudo xolasa yengillik bo'lyapti. O'zi prezidentimiz boshchiligida qarorlarga asosan subsidiya ajratilyapti. Bugungi kunda davlat organ xodimlari ham ko'p miqdorda o'rnatyapti. Vrachlarga ko'p o'rnatyapmiz. Vrachlar, davlat xodimlari, organda ishlaydiganlarga ko'p o'rnatyapmiz. Nimaga? Sababi ishonchlik. Assalomu alaykum. Bu bolachani qarang, bu bola bizni kutibdi-da. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugun mana biz Farg'ona shahrida 20 kilovatlik on-grid sistemadagi quyosh panel stansiyasini o'rnatib berganmiz. Ya'ni bu subsidiya asosida. Panellarga keladigan bo'lsak, panellar 31 dona 645 wattdan ikki taraflamalik Longi Haymo Exxon panellaridan o'rnatib berdik. Temir konstruksiya asosida o'rnatib, chiroyli qilib, mustahkam qilib, zazimlilar bilan birga qilib berdik. Hamda shu jarayonda o'zimiz kelib bir qator ko'rib, tekshirib, ko'rikdan o'tkazish maqsadida Orif aka uyiga tashrif buyurdik. Ushbu xonadonimiz egasi Orif akaga hozir so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum Orif aka. Assalomu alaykum. Keling. Siz mana shu nimani taqib qo'yamiz endi. Ovozingiz yaxshi eshitilishi uchun. Polvon, qalaysiz? Assalomu alaykum. Bu bolachani qarang, bu bola bizni kutibdi-da. Syomkamizni kutibdi. Qachon kelishadi? Biz telefonaga tushamiz deb YouTube'ga. Orif aka, akamiz o'zi vrach. Hozirgi kunda to'g'risi vrachlarga ko'p o'rnatyapmiz. Vrachlar, davlat xodimlari, organda ishlaydiganlarga ko'p o'rnatyapmiz. Nimaga? Sababi ishonchlik. O'zi prezidentimiz boshchiligida qarorlarga asosan subsidiya ajratilyapti, o'rnatilganiga ham subsidiya berilyapti. Shu sababli bugungi kunda davlat organ xodimlari ham ko'p miqdorda o'rnatyapti. Bu avvalo birinchi o'zini iste'moliga, bundan tashqari qo'shimcha daromad topish maqsadida bo'lyapti va albatta yer va mulk soliqdan ozod bo'lishyapti. Hozir Orjon aka o'zingizga so'z navbatini beramiz. O'zingiz fikrlaringizni bir qator. Avvalo bizni xonadonga xush kelibsizlar. Rahmat shunchalik kelib bizga yordam qilganlaring uchun. Yani yaxshi narsa ekan. Mana xodimlaringiz siz tufayli shunchalik o'rnatildi, xudo xolasa yengillik bo'lyapti. Xudo xolasa endi o'zimiz ishni nima qilganimizdan tashqari o'zimizga ham endi chip-chiq qolyapti foydasi. Ammo mutaxassislar juda zo'r ekan. 2 kunda kelib 20 kilovatni qo'yib ketishdi, xudo xolasa. O't yigitlar ekan. Shu keyinchalik hammalari shu qo'yuvchilar bo'lsa, shu mutaxassislar tavsiya qilargan bo'lardim men. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, ishlaringizga omad Oybekjon. Aytganingiz kelsin. Hozir Orjon aka, mana hozir o'zingiz aytdingiz. Shu yerda 185 ming puli bor ekan, o'sha mana deylik ishlaganiga bir hafta 10 kun bo'ldi, o'sha pulim muzlagan. Boshqa pul sarflagan yo'q. To'g'ri. Endi mana ko'rdik, kelib hozir 1400 kilovat atrofida yozib qo'yibdi, ya'ni qo'shimcha daromad. 10 kun ichida. 10 kun. O'zini sarfidan tashqari. O'zini sarfidan tashqari qo'shimcha yana hisoblab, soliqingizga o'tkazib qo'yibdi. Hozir bir qator o'zimiz yana head billing, soliq ilovasi bir qator tushuntirdik. Aka yana bir qator tushunib oldi. Qolgan mutaxassislarimiz nomerlarini sizga tashlab ketamiz. Bundan tashqari nima, Asadbek, hujjatlarimizni bering, biz kafolat hujjatlari, qolgan hujjatlarimizni ham berib qo'yamiz. Xo'p. Aka, bu bizning kafolat hujjatimiz. Bo'ldi. Ya'ni quyosh panellariga o'zimiz oldimizdan 5 yil garantiya, invertorga 5 yil garantiya, stansiyamiz o'rnatilishiga 1 yil garantiyada sizga kafolat hujjatini beryapmiz. Bo'ldi. Nomerlarini ham tashlaymiz mutaxassislarimiz hammasini. Mana bu yer soliq, mulk solig'idan qaysi qarorga asosan ozod etiladi. Ya'ni shahar elektrosetdan tegishli davlatnomasini olasiz. 20 kilovat o'rnatilganligi bo'yicha soliqqa borib, mulk solig'i va yer solig'idan 3 yilga sizga ozod qilib beradi. Mana shu hujjatni olsangiz bo'ldi. Shu hujjatni taqdim qilasiz. Shu hujjatlarni sizga berib, katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Xursand bo'ldik. Aka, bizni kompaniyamizni tanlab, bizga ishonib, shu quyosh panel stansiyasini o'rnatganingizga yana bir yangilik aytib o'tib ketaman. Hamma mijozlarimizga aytamiz. Quyosh panel o'rnatgan mijozlarimizga kelgusida mana hozir gazni muammosi bo'lyapti. Qishda g'amini yozda yeydigan. Shunga agar siz kelgusida issiqlik nasoslarini o'rnatadigan bo'lsangiz, sizga maxsus chegirma qilib beramiz. Ya'ni bizdan kim quyosh panel stansiyasini o'rnatgan bo'lsa, shularga maxsus chegirma asosida quyosh, ya'ni
issiqlik nasoslarni o'rnatib beramiz. Orif aka, hozir kunda ko'pchilik bizni kuzatyapti, bizni deylik boshqa ijtimoiy tarmoqlardan kuzatyapti. Sizda qanday jarayon bo'lgan? Sizga kimdir taklif qildimi yo o'zingiz kuzatdingizmi? Siz qanday biz bilan bog'landi? Shu masalada baribir muxlislarni kuzatib boradi. Bularga o'zingiz shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Endi o'sha YouTube, Instagramda o'sha ko'ramiz hammamiz hozir o'sha nimani davri, kompyuterlashtirilgan davr ham yo'q. O'shaning uchun ko'rib turib, shu nazorat qilib ko'rdim. Shu 1 yilgacha sizlarni nazorat Bir yil qilib kuzatdingiz. kuzatdim. Oxiri o'zingizga chiqdim telefonda. Ha, to'g'ri. Taydaga o'sha telefon nomerlaring orqali chiqib, gaplashib, sraz ertasiga borildi, gaplashildi. Kelindi, keyin bir haftadan keyin keldi, 2 kunda qilib berishdi. Rahmat, ishlari tez, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, xursand bo'ldik, xush ko'rdik. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasiz. Injenerimizni, monitoringchimizni hammasini nomerlarini beramiz. Bo'ldi. Bo'lsa ishlashda, stabil ishlashga biz ham amaliy yordam beramiz. Manzillaring ham yaqin ekanda. Manzilimiz yaqin. 500 metr bizdan. Yana bitta masala, hozir yana sklad ochyapmiz. Bularga juda ham yaqin, 500 metrdan ham yaqin bo'lib qolyapti. Endi bitta narsa, hurmatli mijozlar, bizning obunachilarimiz, hammani uyga borib, hammani albatta bizni deylik vaqtimiz yetmaydi. Shunga to'g'ri tushunasizlar, xafa bo'lmaysizlar. Ayrimlarga bora olyapmiz, ayrimlarga bora olmayapmiz. Shu sababli bizni to'g'ri tushungan holatda bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, bemalol ishimiz yana ham samarali, yana ham sifatli qilishga harakat qilamiz. Agar quyosh panel stansiyalariga, issiqlik nasoslariga sizlarda qiziqish bo'ladigan bo'lsa, ishonchli mahsulot, ishonchli xizmatlardan foydalanishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar. Albatta, call centerimiz doimo aloqada, sizga to'liq ma'lumotlarni berib boradi. Instagram va Telegram, YouTube kanallarimizni kuzatib boringlar. Hamma yangiliklar shu yerga qo'yib boramiz. Albatta, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat sizlarga. Bu xonadonimizga yuqorida aytib o'tib ketdik, ya'ni 20 kilovatlik on-grid sistemadagi solar invertorlarni o'rnatib berdik hamda 31 dona Longi Hymoxon Science variantini 645 wattdan 31 donasini o'rnatib berdik. Endi barcha eng mukammal, eng yaxshi narsalardan foydalandik, eng sifatli narsalardan. Endi qolgan texnik masalalarni biz mutaxassisimiz bir qator nazorat qilib ko'rib, qabul qilib oldi. Shunga o'ziga so'z navbatini beraman. Texnik jarayonlarni to'liq sizlarga Asadbek. Assalomu alaykum hammaga. Ushbu Orif akamizni xonadonlarga o'rnatilgan 20 kilovatli fotoelektrik stansiyamizni ko'rib qabul qilib oldik. Bu ham xuddi shunday standart o'zimizni Solar Pro kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, o'sha xalqaro standartlar va kerakli normativ hujjatlarga mos. Ushbu fotoelektrik stansiyamiz hozirgi kunga kelib 1451 kilovatt-soat davlatga o'zini elektr energiyasini uzatgan. Bundan oshgan nimasi o'zlarining iste'mollariga ishlatilgan. 5-maydan beri hisoblanganda kuniga 140 kilovatt-soatdan fotoelektrik stansiyamiz elektr energiyasini generatsiya qilib kelyapti. Bu degani kunlik 7 soatlik natijaga biz erishilgan, ya'ni fotoelektrik stansiyamiz xos holatda ishlamoqda. Hozirgi kunda fotoelektrik stansiyamizda muammo yo'q. Generatsiyalari juda yaxshi. Xaridorlarimiz ham bizdan mamnun. Hozir ko'pchilik foydalanuvchilarimizga pet billing va soliq mobil ilovasini qanday ishlayotganini tushuntirib beramiz. Bu yerda Orif akamizni mana ko'rishingiz mumkin. Bu oxirgi marta 185 ming so'm to'lov qilingan. Mana statistikaga o'tamiz. Quyosh paneliga o'tganimizda, kunligiga o'tganimizda ko'rishingiz mumkin. Davlatga 1451 kilovatt-soat elektr energiyasi uzatilgan. Undan 40 kilovatt bo'lsa iste'molga yo'naltirilgan bo'lib, soliq ilovasiga ko'radigan bo'lsak, ya'ni orttirilgan energiyadan oshganini o'zimizga cashback qilib, imtiyozli summada qaytarib beriladi subsidiya. 1410 kilovatt. 40 kilovatti o'zlarining uylarining ehtiyojlari uchun ishlatilgan. Bu bizlar Orif akamining nevaralari, bularga ham o'sha yashil energiya tizimlarida faoliyat yurishlarini yoki shunaqangi bir tizimlarda ekologiyaga foydali bo'lgan maqsadlarda ishlashlarini tilab qolamiz. Zo'r, Solar Pro zo'r. Mana